Qalaysan, Madyor? Shu normal. Hammasi yaxshimi? Yaxshi, shukr. Xo'p, 1-marta 8-yanvarda kelgan ekansan, ha? Aldov rasmini yana ko'rsatamiz. Totalniy alopetsiya почти, deyarli soch bo'lmagan, 2-3 tochka joyda soch bo'lgan. Xo'p, 8-yanvar bo'lsa, bugun число 10-iyun. 6 oylik holat. Mana natija. Kim natija so'ragan bo'lsa, soch to'liq tiklangan, 100% holatda. Hozir kunda ham bunda tortganda ham soch chiqmaydi. Absolyutno muammosi deyarli yo'q. No, kasallik surunkali bo'lgani uchun buni shundoq tashab qo'ymaymiz. To'ys bu nazoratda bo'lib turadi. Madyor, nima gap? Nima o'zing gapirchi, nimalar bo'ldi? Qancha kun bo'ldi? 6 oy bo'ldi. 6 oy bo'ldi, ha? Nimalar sezding endi? Stressda? Sochmi? Yaxshimi? Xursandmisan? Shu tapayib, yarashyapman. Aha. Yer yutat. Aha. Oyim damay o'g'ra Faqat soqol sal kamroq ekanda o'zi tagiga ham buni ham to'ldirib yuboraylik. Qoshing to'liq chiqdi. Bu yoqlar ham to'kilgan edi. Organizmdan muammoing yo'qmi? Все нормально у тебя? Shukr, davri yo'q. Bo'ldi. Bo'lmasa mana bugun yana uyga ketaverasan, lechini olmaysan. 1 oydan keyin olib borsa, qayta ko'rikka kelasan. Unda ham hamma narsasi yaxshi bo'lib turadi, ko'rikka kelib ketib turasan. Хорошо? Bo'ldi. Biz ham xursandmiz sendan natija bo'lgandan.